5 vaqt namoz bizning kundalik majburiyatlarimiz va Alloh oldidagi qarzimiz bo'lsa, vojib, sunnat va nafl namozlar ruhimizning qistab ketgan jiddiy turmushdan ozod bo'ladigan alohida tinish nuqtalaridir. Bu namozlar faqatla bir yurish harakatlari emas, balki istig'for bilan qoymoqqan aqlga nur izlash, taajjud bilan timtos kechida yolg'izlikdan qutulish, choshqi bilan kundalik rizqqa barakat tilashdir. Qisqasi, farz namozlar bizni musulmon sifatida tik tutsa, bu qo'shimcha namozlar bizni inson sifatida mukammallashtiradi va Alloh bilan bo'lgan aloqamizni simsiz, yo'shurun, ammo to'limi kuchli bir chastot orqali bog'laydi. Nafl namozlar qalbning orimi, ruhning o'ziqi va badanning Alloh bilan bo'lgan pichirlashlaridir. Ular go'yo parhez namozlardagi kamkutlarni to'liqlaydigan nur, talash tortishsiz bir ma'naviy qo'rg'ondir. Bu namozlarning har birining o'ziga xos ta'mi va xususiyati bor. Tövəndə bu namazlarning tafsilotini bilib chiqayli. Birinchi, tahajjud namozi. Qorong'u kechida hamma odam tatliq uyquda bo'lganda, butun dunyodan ayrilib, Alloh bilan yolg'iz qolgan qalbning eng samimiy pichirlashlaridir. U go'yo ruhning jimjit timtos kechida Allohning rahmat darvozasini chekishdir. Bu namoz haqidagi tafsiliy tushuntirish tovandikicha. Birinchi, tahajjud namozining mohiyati. Tahajjud lug'atda uyquni tark qilish degan ma'noda bo'lib, xuftan namozidan keyin bir mahal uxlab uyg'ongandan keyin o'qiladigan nafl namozdir. U payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga farz qilingan. Biz uchun bo'lsa eng fazilatli sunnat hisoblanadi. Ikkinchi, o'qiladigan vaqti, eng yaxshi vaqti kechining oxirgi 3dan 1 qismidir. Ya'ni bomdod namozi kirishdan 1-2 soat burungi vaqt. Dualar eng ijobat bo'ladigan oltin vaqtdir. Sharti tahajjud deyilishi uchun xuftan o'qib bo'lib, azroq bo'lsa-mu uxlab bo'lgandan keyin o'qish sunnatga eng uyg'undir. Uchinchi, qandoq o'qiladi? Tartibi. Tahajjud namozi odatdagi nafl namozlarga o'xshash o'qiladi, ammo uningdagi lazzat qiroatning uzunligi va samimiyatdir. Rakat soni odatda 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qiladi. Har 2 rakatda bir salom beriladi. Niyat qildim Alloh rizosi uchun tahajjud namozi o'qishga deb niyat qilinadi. Qiroat. Sura Fotihadan keyin o'zingiz biladigan suralarni o'qiysiz. Agar ko'p sura bilsangiz, qiroatni uzunroq qilish afzaldir. Ikkinchi, duha, ya'ni choshqi namozi. Bu namoz kundalik rizqning barakati va badandagi a'zolarining shukr zakatidir. Vaqti quyosh to'liq chiqib, taxminan kun chiqib 15-20 minutdan keyin peshin kirishdan burun o'qiladigan namoz. O'qilish usuli oz deganda 2 rakat, ko'p bo'lganida 8 yoki 12 rakat o'qiladi. Fazilati payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu namozni tavba qilg'ichlarning namozi deb atagan. 3-chi, tahiyatul masjid, ya'ni har bir masjidga kirganda o'qiladigan masjid haqqi namoz. Bu namoz masjidning hurmati uchun o'qiladi. Mayli qayerga bering, har qanday bir masjidga kirgan hamon o'qiladigan namoz. Vaqti masjidga kirganda o'ltirishdan burun o'qiladi. O'qilishi 2 rakat o'qiladi. Agar masjidga kirganda jamoat namozi boshlanib ketgan bo'lsa yoki vaqt tor bo'lsa, bu namozni o'qimasingizmi bo'ladi. 4-chi, istixor namozi. Inson aqli ojizlik qilib ikki yo'lning qaysini tanlashni bilmay qolganida, koinotning egasi bo'lgan Allohdan eng xayrli yo'lni ko'rsatib berishni so'raydigan bir ma'naviy maslahat namozidir. Bu namozni o'qish go'yo Allohning cheksiz ilmiga tayinib, o'zi uchun eng foydali qarorni chiqarishga talab qilganlikdir. Istig'for degan nima? Istig'for so'zi lug'atda xayrlik bo'lganni talab qilish ma'nosini bildiradi. Bir musulmon o'zi uchun muhim bo'lgan biror ishda, masalan, to'y qilish, xizmat almashish, uy setib olish, safarga chiqish degandek qaysi tarafning o'ziga foydali ekanligini bilmasa, bu namozni o'qiydi. O'qiydigan vaqti, bu namozning maxsus bir vaqti yo'q. Makro vaqtlardan, ya'ni kun chiqayotgan, kun dal cho'qqiga kelgan va kun petayotgan vaqtlardan boshqa har qanday chog'da o'qishga bo'ladi. Nurg'un kishilar kechida tahajjud vaqtida o'qishni afzal ko'radi. Chunki u chog' texmo tinish va samimiydir.
qandaq o'qilish to'g'risida bosqichlari. İstixar namazı to'liq oddiy, ammo ta'siri kuchli bir namazdir. Birinchi, niyat. Niyat qildim Alloh rizoligi uchun istixar namozi o'qishga deb ko'ngilda bekitiladi. Ikkinchi, o'qilish usuli. Odatdagi bomdod namozining sunnatiga o'xshash 2 rakat namoz o'qiladi. Uchinchi, duosi. Namoz tugagandan keyin samimiyat bilan istixar duosi o'qiladi. Duoning o'ttirisida o'zining nima ishi bo'lsa, shuni tilga oladi. To'rtinchi, xato qarash va haqiqat. Tush ko'rish shart emas. Ko'pincha kishilar istixar o'qisam, cho'qim tushimda bir narsa ko'rishim kerak. Yeshil yoki oq rangli ko'rsam yaxshi, qora yoki qizil ko'rsam yomon deb o'ylaydi. Bu xato qarashdir. Natijasi qanday bo'ladi? Namozdan keyin qaysi ishga ko'nglingiz texmi mayl bo'lsa, yoki qaysi ish o'zligidan o'ngishli bo'lib ketsa, shu ish Allohning sizga tanlab bergan xayrlik yo'lidir. Agar bir ish to'salg'iga uchrab, qilishga ko'nglingiz bormasa, u ishning siz uchun xayrlik emasligini tushunasiz. Istixor duosining ma'nosi: "Ey Alloh, men sening ilming bilan sendan xayrlik bo'lganini so'rayman. Agar mushu ish mening dinim, dunyorim va oxiratim uchun xayrlik bo'lsa, uni menga nisb qilgin. Agar bu ish men uchun ziyonliq bo'lsa, uni mendan, meni uningdan yiroq qilgin." Bu namoz bizni men qila olayman degan mag'rurlikdan qutuldirib, Alloh xolisa eng yaxshisi bo'ladi degan xotirjamlikka boshlaydi. 5. Hojat namozi. Odamning kuchi ojizlik qilganda, chorasiz qolganda yoki biror muhim orzu, umidi bo'lganida butun olamlarning egasi bo'lgan Allohning darvozasini chekish. Uningdan bevosita yordam so'rash namozidir. Bu namoz go'yo bandaning Allohga: "Ey Alloh, mening mushundaq bir qiyinchilikim yoki ehtiyojim bor. Buni mendan senla ko'tarib o'talaysan" deb qilgan ma'naviy iltimosdir. Birinchi, hojat namozining mohiyati. İnsan turmuşda turli qiyinchiliklarga, kasallikka, iqtisodiy qiyinchilikqa yoki ruhiy azoblarga yo'liqishi mumkin. Hojat namozi dal mushundaq chaqlarida sabablarini qilish bilan birga natijasini Allohdan so'rash uchun o'qiladi. Ikkinchi, o'qiladigan vaqti. Kunduzi yoki kechining har qanday vaqtida o'qishga bo'ladi. Eng afzal vaqti kechining oxirgi qismi, ya'ni tahajjud vaqtidir. Chunki u chaqda duolarning qabul bo'lish fursati texmi yuqori bo'ladi. 3. O'qilish usuli. Hojat namozi boshqa nafl namozlarga o'xshash o'qiladi. Rakat soni 2 rakat. Sura Fotihadan keyin o'zingiz biladigan suralarni o'qiysiz. Namozni tugatib salom bergandan keyin Allohga hamd va sanolarni o'qib bo'lib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga durud aytiladi. Ondan chin qalb bilan o'zining nima hojati, nima qiyinchiligi bo'lsa, shuni tilab duo qilamiz. Hojat namozining ahamiyati. Bu namoz bizga shuni o'rgatadiki, haqiqiy chora insonlarda emas, balki insonlarni yaratgan Allohdadir. Kishi bu namozni o'qiganida ruhiy jihatdan yeniklaydi. Chunki u o'z yukini eng qudratli zotga topshirgan bo'ladi. Hojat namozi o'qish bilan birga shu ishning bo'lishi uchun kerakli amaliy sabablarni, masalan, imtihondan o'tish uchun o'qish, kasalga davolanish kerak. 6. Kusuf va xusuf namozlari. Bular tabiat hodislari jarayonida Allohning qudratini aslash uchun o'qiladi. Kusuf kun tutilganda o'qiladi. Sunnati bo'yicha jamoat bilan azon va takbirsiz o'qiladi. Xusuf oy tutilganda o'qiladi. Odatda uyda yolg'iz o'qiladi. O'qilishi odatdagi namozga o'xshash 2 rakat o'qiladi. Lekin qiroat, ruku va sajdalarni uzunroq qilish sunnatdir. Biz so'zlab o'tgan bu namozlarni kundalik hayotimizdagi ma'lum vaqt va ahvollarga mundaq yig'inchoqlashga bo'ladi. Tahajjud kechining sukunatida ruhingiz eng pokiz chog'da Alloh bilan sirdishish va dunyoning g'am qayg'usidan qutulish uchun. Duha, ya'ni chashqa namoz, kunduzning barakati, rizqning kengligi va tan salomatlik uchun. Istixor odam bolasi tanlash oldida qaymoqqanida eng to'g'ri qarorni koinotning xo'jayiniga, ya'ni Allohga omonat qilish uchun. Hojat namozi moddiy va ma'naviy qiyinchilikda qolganda bevosita Allohdan yordam talab qilish uchun. Tahliyatul masjid, ya'ni masjid haqqi namozi muqaddas joyga bo'lgan hurmatini ifodalash uchun. Kusuf va xusuf
Koinotdagi buyuk o'zgarishlar orqali Allohning qudratini aslash uchun. Bu namozlar insonni robotlashgan turmushdan chiqarib, qaytadan insoniy va ruhoniy cho'qqilarga boshlaydi. Farz namozlar bizni jannatga yetaklasa, nafl namozlar bizni jannatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qo'shni qiladi. Chunki Alloh taolo bir hadis qudisda bandam nafli ibodatlar orqali menga yaqinlashishni davomlashtirdi. Hatto men uni yaxshi ko'raman deb marhamat qilgan.